Bu video ikkita mavzu haqida bo'ladi akalar. Birinchisi 8-mart, ikkinchisi esa O'zbekistonga kirib kelyaptigan xitoylik bratanlar haqida. Chunki juda ham ko'pchiliklar lichkamga yozyapsizlar. Aka, fikringizni bildiring, kommentariyalar qoldiryapsizlar. Gap so'zi o'zimning shaxsiy fikrimni qoldiraman, lekin bunaqa mavzularga iloji boricha aralashmaymanmi? Tak, 8-martga keladigan bo'lsak, bugun O'zbekistonda 8-mart, lekin Amerikada hozircha 7. Lekin O'zbekistondagi chislo bilan tayanib gapiraman, chunki O'zbekistondaligimda 8-mart kuni men O'zbekistonni tark etganman, ya'ni ketganman. Amerikaga yo'lga chiqqanman akalar. 3 oy yo'lda bo'lib, 5-may kuni Amerikaga kirib kelganman. Bu mening uchun eng qilgan hayotimdagi kerakli qarorim va o'zimni mardona qilgan harakatim deb bilaman, chunki o'zim bilaman nimalar boshimdan o'tganini. Xullas hayotimni rishat qiladigan narsa bo'lgan. Hozir 8-mart haqida yomonlikda ayollar bo'lmagan bayram, palon piston deydigan narsalar gapiradi deb o'yladilar. Yo'q, bu ayollarni bayrami. Ayollar, sizlarni chin qalbimdan tabriklayman har biringlarni. Iloji bo'lsa har biringlarga hech bo'lmasa bittadan gul berardim, imkoniyati bo'lsa. Kelajakda boy bo'lib ketib beraman обязательно. Tak, Xitoy mavzusiga o'tadigan bo'lsak, bitta pauza qoling, nafas oling. Xitoyga keladigan bo'lsa, akalar, O'zbekistonda realni xitoyliklar juda ham ko'payib ketdi. O'zim fikrim bor, lekin YouTube'da va boshqa internet tarmoqlarida juda ham bu narsa haqida ko'p o'qidim, o'rgandim, ko'rdim va o'zimni xulosamni aytaman. O'zbekistonga kirib kelyaptigan xitoyliklarning bozorga hamda iqtisodiyotga qanaqadir me'yorda ta'siri bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi taraflama xitoyliklar har bir O'zbekistondagi o'tirislarda investitsiya qilib egallash niyatida bor. Sababi pul qilish kerak. Ya'ni hech kim sizlarga ham mishat qilgan yo'q bu narsa qilishga. Prosta o'zingizlar harakat qilishinglar kerak xolos. Xitoyliklarda nima bor? Pul bor, investitsiya bor, kalla bor. Shu narsadan foydalanib turib dijeniyani qilishyapti akalar. Sababi O'zbekiston investitsiya eshiklarini ochib berdi Xitoy uchun. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Bu narsadan sizlar muammo yaratmanglar. Buni minusi bor-da, biznesmenlar, tadbirkorlar uchun o'zini qilyap turgan noni yarimta bo'lishi mumkin, narsa sifatsizroq bo'lsa Xitoyliklarga o'tib ketishi mumkin va hokazo. Lekin plus tarafi konkurensiya oshadi akalar. Konkurensiya o'sgan joyda rivojlanish bo'ladi. Hamma narsani vahima qilib kimdir "Voy" desa, hamma "Voydo" deb chiqmaylar. Bayroq temasiga qaytadigan bo'lsak, Xitoylik bayroqlar 4-fevral kuni yurdi. Google'ga nimaga shunaqa deb yozsanglar, 4-fevral xitoyliklarda Chuntzhe degan praznik Visni, ya'ni xitoyliklarda yangi yili 4-fevral kuni nishonlanadi. Butun xitoyliklar uchun juda ham qadrli bayram. O'shaning uchun bayroqlarni ko'tarib yurishgan. Odamzod o'zi shunaqa bir tinch emotsional holat xohlamaydi, har doim kacheylar holida. Bittasi inoplantsion desa, hammasi ishongingiz keladi, qattandir faktlar izlanadi. Bittasi Xitoy bunaqa qilmoqchi desa, hammasi voydo shunaqa qilmoqchi ekan deydi, lekin izlanmaydi. Akalar, nabarot bu narsani o'zingizlarga motivatsiya deb olinglar, yaxshiroq harakat qilinglar, biz qilyap turgan ishda yaxshiroq ish qilmasin degan xulosa qilinglar o'zingizlarga. Qo'shimcha qilib o'taman akalar, men o'zimni fikrimni aytaman. Hech kim menga hech qanaqa ta'sir qila olmaydi. Meni taniganlar biladi.